Bu galgi ko'rsatuvimizda Farg'ona viloyatida o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumini e'tiboringizga havola qilamiz. Ushbu forumning maqsadi mintaqa xalqlarini yanada yaqinlashtirish, o'zaro anglashuvni mustahkamlash hamda umumiy taraqqiyot yo'lida hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir ishtirokchilari dastlab Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida joylashgan Do'stlik stellasi poyiga gulchambarlar qo'yishdi. Unda Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon hamda Tojikiston kabi davlatlardan tashrif buyurgan olimlar, ekspertlar va xorijiy hamkor tashkilotlarining vakillari, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirok etishdi. Do'stlik stellasi atrofida yangragan qardosh millatlarning dilbar kuy-qo'shiqlari sadosi bayram tadbiriga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Yurtimiz do'stlikni, hamjihatlikni tarannum etuvchi yana bir xalqaro forumga mezbonlik qilmoqda. Va bilasizmi, so'nggi yillarda yurtimiz nafaqat mahalliy, respublika miqyosidagi tadbirlar, balki dunyo hamjamiyatini bir e'tirofini tortadigan, bir jalb qiladigan, o'ziga juda katta bir formatdagi, xalqaro formatdagi xususan tadbirlarga mezbonlik qilib kelmoqda. Xususan mana Farg'ona viloyatida bugun bo'lib o'tayotgan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumi ham shular jumlasidandir. Mazkur forumning bugungi dastlabki tadbiri aynan O'zbekiston, Tojikiston hamda Qirg'iz respublikalarining chegaralari tutashgan nuqtada barpo etilgan Do'stlik stellasi poyiga gul qo'yish marosimidan boshlandi va bunda ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Negaki bundan 1 yil oldin Xo'jand shahrida mazkur 3 davlat rahbarlari oliy darajadagi uchrashuvda aynan mazkur stella tantanali ravishda ochilib berilgan va tom ma'noda mazkur forum haqiqatda turli millatlarning hamjihatligini tarannum etuvchi va do'stlikni tarannum etuvchi forum sifatida namoyon bo'lmoqda. Do'stlik stellasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston xalqlari o'rtasidagi azaliy do'stlik va hamjihatlik timsoli hisoblanadi. Uning aynan O'zbekiston tumanida bunyod etilgani bejiz emas. Ushbu hudud Qirg'izistonning Vobkent tumani hamda Tojikistonning Isfara tumani bilan chegaradosh bo'lib, qadimdan turli millat vakillarining o'zaro yaqin aloqalari, qo'shnichilik rishtalari va madaniy hamkorligi shakllangan maskan sifatida ham ahamiyatlidir. Mana bugun biz Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Ozarbayjondan kelgan milliy madaniyat markazlari, jamiyatlari, a'zolari, faollari Farg'onaga tashrif buyurdik. Farg'ona hammamiz uchun ham qadrdon shahar, qadrdon vodiy, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Yoshligimizdan 1 yil oldin 31-mart kuni Tojikistonda bizning shahrimiz ona Xo'jand shahrimizda bir katta anjuman bo'ldi va bu anjumanning dovrug'i butun dunyoga yoyildi. Chunki juda ham katta hozirlik ko'rilgan, tayyorlik ko'rilgan edi. Turli mamlakatlarda bu haqda juda ijobiy gaplar ko'p aytildi va o'sha yerda yakunda Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston prezidenti hammani kelgusi yili Farg'onaga taklif qildilar. Va mana bugun biz stellani ko'rish uchun keldik. Men stella maydoniga bo'lar ekanman. Mana shu yerdan taxminan 130-150 kilometr bo'lsa kerak. U yerdagi hozirlik ko'rilayotgan, u yerni kelgusida bir obod makonga aylanishiga ko'zim yetdi. Stella qurilgan joyda maydonlar ajratilgan va bu yerlar obod qilishga kirishilibdi. Men o'ylaymanki, kelgusida bir necha yil o'tadi va odamlar bu yerga tomosha qilish uchun keladi. Erkin Vohidov shoirimiz aytadilarki, do'st qidir, do'st top jahonda. Do'st 100 ming bo'lsa oz, ko'p erur bisyor dushman, gar bo'lsa u bir dona ham. Men o'ylaymanki, bizning do'stlarimiz safi oshaveradi, ko'payaveradi. Mana Markaziy Osiyodan tashqari, mana bugun ko'ryapmizki, Ozarbayjon ham bizning taklifimizga muvofiq ana shu davraga qo'shildi va Ozarbayjondan kelgan vakillar bilan biz kechadan buyon birgamiz, suhbatlashyapmiz, raqslarga tushyapmiz.
Ta'kidlash joizki, Do'stlik Stellasi 2025-yil 31-mart kuni Tojikiston Respublikasining Xo'jand shahrida o'tkazilgan oliy darajadagi tadbir doirasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston davlat rahbarlari tomonidan tantanali ravishda ochib berilgan. Mazkur voqea 3 mamlakat o'rtasidagi do'stona munosabatlar va o'zaro ishonchning yangi bosqichga ko'tarilganligining yorqin ifodasi sifatida e'tirof etildi. Bugungi kunda O'zbekiston haqiqatan ham generatorlar, ya'ni g'oyalar generatoriga aylanayotganligi, tashabbuskorligi bilan butun dunyo hamjamiyatida o'zining o'rniga, ovoziga, so'ziga, maqomiga ega bo'lib bormoqda. Va shu kecha kunduzda Farg'ona viloyati, Farg'ona shahrida bo'layotgan Do'stlik forumi ham bu olib borilayotgan davlatimiz rahbarining oqilona siyosatining amaliyotini ko'rib turibmiz. Keling bir eslashaylik. Bundan bir necha 10 yillar avval biz faqatgina Markaziy Osiyo davlatlarini sanaganimizda faqat qo'shnichilik, oldi-berdilik, qandaydir bir masalalar hal bo'ladigan bo'lsa, uni bir joyiga borib, o'zini joyida bu davlat o'zida, o'zga davlat o'zida hal qilish masalalar bor edi. Ya'ni bu yerda na siyosat, na iqtisodiyot, na ijtimoiy holatlar, na logistika masalasi, ya'ni yagona davlatchilik, yagona millatchilik, yagona iqtisodiyot farovonligi to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas edi. Nima uchun? Huquqiy asosi yo'q edi. Ramzlar yo'q edi. Kelishuvlar yo'q edi. Bir stol atrofida, davra atrofida mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining bir tilda, bir ohangda, bir masalada hamohanglik bilan, yakdillik bilan, hamjihatlikda, hamkorlikda, eng asosiysi strategik ishonch bilan hal qiladigan maydon yo'q edi. O'zbekiston bugun ana shu siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, strategik maydonga aylandi va shu maydonga Markaziy Osiyo davlatlarini va eslasak 2025-yilning noyabr oyida hatto Ozarbayjon Respublikasini ham mana shu maslahatlashuv kengashiga a'zo bo'lishi tashabbusini ham aynan O'zbekiston ilgari surdi. Farg'ona shahridagi Do'stlik uyida yurtimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elatlarning madaniyati, san'ati hamda milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi madaniy-ma'rifiy tadbir ham tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari dastlab viloyatda faoliyat yuritayotgan 8 ta milliy madaniy markaz, tojik, qirg'iz, turk, koreys, nemis, tatar, slavyan va yahudiy markazlari uchun ajratilgan maxsus xonalar bilan tanishdilar. Har bir markaz vakillari o'z millatiga xos urf-odatlar, boy an'analar va madaniy merosni mahorat darslari hamda badiiy chiqishlar orqali namoyish etdilar. Insonning eng katta ehtiyoji bu ma'naviy ehtiyoj. Ma'naviy ehtiyoj, xalqning ehtiyoji, inson ehtiyoji, etnomadaniy ehtiyoj. Ya'ni milliy tilga, an'anaga, urf-odatga bo'lgan ehtiyoj. Hamma millatda shunaqa ehtiyoj bo'ladi. Mana bugun biz guvoh bo'lyapmiz, O'zbekistonda hamma millatni tili, madaniyati, urf-odatini saqlab qolish uchun qancha katta ishlar qilinyapti. Ayniqsa biz yosh bolalarning ko'zidan biz buni bilyapmiz. Kattalar mayli, yosh bolalarning ko'zidan bilinadiki qanchalik qo'nayotgani. Demakki, milliy til, milliy madaniyat, demak, O'zbekiston madaniyati ham shu bilan eng yaxshi milliylik bu umumiy insoniylik. Umumiy insoniy madaniyat ham tatbiq qilayotgan biz guvoh bo'lyapmiz. Yana bitta masala xalq diplomatiyasi masalasi. Mana biz Qozog'iston o'zbeklar ham do'stlik hamjamiyati nomidan keldik, 9 kishi. Ko'rgazmaning davomi sifatida tashkil etilgan etnogastronomik ko'chada turli millatlarning pazandachilik mahorati va milliy taomlari jilosi namoyish etildi. Bu yerda mehmonlar nafaqat turli millatlarning o'ziga xos taomlaridan bahramand bo'lishdi, balki milliy hunarmandchilik va amaliy san'atning noyob namunalarini ham ko'zdan kechirishdi. Unda milliy kashtachilik, kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, zargarlik san'ati kabi yo'nalishlarda yaratilgan noyob asarlar namoyish etilib, ustalar tomonidan ularning yaratilish jarayoni hamda amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Forum doirasida Farg'ona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stligining yangi davri nomli xalqaro konferensiya ham o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlaridan tashqari Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va hududlararo aloqalar rivoji ham yuksalib borayotgani alohida qayd etildi. Xususan Toshkentda Haydar Aliyev nomidagi xiyobon va Ozarbayjon bog'i, Baku va Fuzuli shaharlarida O'zbekiston bog'i va zamonaviy maktablar barpo etilishi ikki xalq o'rtasidagi do'stlik ramzi sifatida ta'kidlandi.
Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Qozog'iston rasmiylari ham mintaqada ishonch va hamkorlikni chuqurlashtirish borasidagi muhim jihatlarga alohida e'tibor qaratdilar. Unda umummilliy birdamlik, millatlararo totuvlikni mustahkamlash, xalq diplomatiyasini rivojlantirish, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan muhokamalar olib borildi. Ilg'or tashabbuslar ilgari surildi. Bu forumning nomi Markaziy Osiyo va Ozarbayjon Respublikasi deyilgan. Bejizi emas. Ozarbayjon Respublikasi to'g'ri Kaspiy dengizining narigi betida joylashgan bo'lib qolganiga qaramasdan turib, u Ozarbayjon xalqining ham tarixi, madaniyati, urf-odati Markaziy Osiyo Respublikasi xalqlaridan bir uyg'unlashib ketgan. Shunga kelib chiqishi Markaziy Osiyo bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu respublikaning jalb qilinishi albatta katta tarixiy ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblayman. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi prezidenti doim Ozarbayjon Respublikasi prezidenti bilan rasmiy uchrashuv jarayonlarida, noformal uchrashuvlarda ham doim ikki xalqning, ikki mamlakatning hamkorligini yangi pog'onaga ko'tarish masalasi doim muhokama qilingandi va shu asosda biz bilamizki, bugungi kunda ikki xalq o'rtasidagi munosabatlar nafaqat strategik sherikchilik asosida, balki ittifoqchilik darajasiga ko'tarilganligini. Endi shu bilan birga shuni ham aytish kerakki, alohida urg'u hozir rahbarlar tomonidan xalq diplomatiyasiga ham qaratilmoqda. Bu degani nima degani? Ya'ni faqat rahbarlar o'rtasidagi rasmiy uchrashuvlar emas, pastda ya'ni xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni ham keng yo'lga qo'yish masalasi bu yerda qo'yilgan. Shu asosda mana O'zbekistonda bilasizki, ko'p millatli davlat deb hisoblaymiz. O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va illat vakillari istiqomat qiladi. Shularni inobatga olgan holatda rahbariyat tomonidan demak tashkil qilindiki, mana O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar hamda xorijdagi vatandoshlar masalasi bo'yicha qo'mita tashkil qilingan. Ushbu qo'mita tasarrufida 157 ta milliy madaniy markazlar faoliyat olib boradi va 45 ta do'stlik jamiyatlari faoliyat olib boradi. Shulardan biri O'zbekiston Ozarbayjon do'stlik jamiyati. Mana bu ham maqsad nima? Ozarbayjon madaniyatini O'zbekistonda keng yoyish. O'zbekiston madaniyat urf-odatlari Ozarbayjon, ya'ni bir xalqni, bir-birini madaniyatini yanadagi chuqurroq, yaqinroq bilish maqsadida tashkil qilingan. Şanlısın, koyarsalar olsun. Şöyle saçan alalım, biri de benim olsun. Süfrelere şanlısın, koyarsalar olsun. Şöyle saçan alalım, biri de benim olsun. Severin azlı gelin, ince belinde kemer. Baharın elçisidir, bezelin elbekine. Uzun zamanlar orada gelmemiştim Özbekistan'a. Daşkent'e geldik, oradan Farghana'ya geldi. Her yerde bir yükseliş var. Her yerde bir ilerleyiş var. Her yerde binalar tikili ve Özbekistan da güzelleşe gelir. İnsanlar bile değişmiş. Her şey çok güzel olmuş. Bunun ben de bilirəm ki, dünyada her zaman söylediler ki, insan faktörü, yani liderler faktörü bundan asılıdır ve doğrudan da çok möhtərəm Şövkət Mirziyoyev prezidentimizin Özbekistan için neler yaptığını biz gururlanırız. Çünkü eyni formatı, şəkli Azərbaycanımızda görürük. Allah millətimizi korusun, Allah dövlətlərimizi korusun, ölkələrimizi korusun. Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Qırğızistan bu dövlətlər arasında, Azərbaycan arasında münasibətlər hər zaman genişlənir. Özbekistanla Azərbaycan arasında münasibətlər artıq dostluq deyil, qardaşlıq münasibətlərinə gəlmişdi. Özbekistan dövləti 44 günlük Azərbaycanın Vətən Müharibə Savaşından sonra Azərbaycana səfər edərkən Azərbaycanın Füzuli bölgəsində belki de o bölgede en büyük məktəblərdən birini, Özbekistan adına büyük məktəblərdən birini açılışını etdi, bir hədiyəsi oldu. Müstəqil Qaz Qarabağa, Azad Qarabağa, ondan yana da biz əməyi keçən hər kəsə, Cənab Prezident Şövkət Mirziyoyevə də təşəkkürlərimizi bildiririk, Özbək xalqına təşəkkürlərimi bildiririk. Güc birlikdədir və birlikdə də dünyanı, çok güzel dünyamızı, çok güzel Özbekistanımızı da, çok güzel Azərbaycanımızı da qurmuş olarıq. Mən sizə başarılar diləyirəm, muvaffaqiyətlər diləyirəm, mehmandarlığınıza da təşəkkür edirəm.
Xoş gördük, xoş buluşduq bu ölkədə. O'zbekiston barchamiz uchun yagona va muqaddas makon. Bu zaminda turli millat vakillari ahil inoq yashab, umumiy kelajakni birga qurmoqda. O'tkazilgan tadbir doirasida bir guruh ishtirokchilarni Xalqlar do'stligi ko'krak nishoni bilan taqdirlashdi. Bizlar 2 kun davomida Farg'onada tadbirda qatnashmoqdamiz. Do'stlik stellasini ziyorat qildik. U yerda madaniy tadbirlar bo'lib o'tdi. Xo'jand shahri Ozarbayjon delegatsiyasi bilan birga mana O'zbekistonda ishtirok etmoqdamiz. Bu ikki davlat o'rtasida har xil sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga, o'zaro ishonchni, yaqin qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishda juda ham muhim ahamiyatga ega. Farg'onada o'tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumi tadbir ishtirokchilari xotirasida o'chmas iz qoldirdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu forum nafaqat davlatlar, balki dili va tili yaqin xalqlarning ma'naviy jifslashuviga xizmat qildi. Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur yumanlı, derdinden ölmeye çoktur yumanlı. Ay kız bu ne aşk kız, bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da bana bari gül. Ay kız bu ne aşk kız, tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da bana bari gül. Şuşada akşamlar yanar ulduzlar, onlardan güzeldir gelinler kızlar. Yol üstte dayanıp yarını gözler, yol üstte dayanıp yarını gözler. Ay kız bu ne aşk kız, bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da bana bari gül. Ay kız bu ne aşk kız, bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da bana bari gül. Ay kız bu ne aşk kız, bu ne tel, ölerim derdinden onu bil. Danışmasan da bana bari gül. Ay kız bu ne